Bugun yakshanba kuniga Qo'qon qush bozorida biz bu valnisilarimiz qanchadan aka? Maladoylarimiz 150 ming so'mdan, radojnilarimiz donasi 100 ming so'mdan. Oddiylar 150 ming so'm pari. Parasi 150 ming so'm. Tayyorchi. Tayyorlarimiz 250 ming so'mdan qilib berilyapti parini. Babichka so'rashyapti obunachilarimiz. Tayyor paramiz 500 ming so'm. Babichka tayyor paramiz 500 ming so'm. Katta o'zida boqishib turibdi. Aha. Radojniy par 400 ming so'm, babichkalar 450 ming so'mdan podraskovoy. Narxlar ancha arzon ekan demak Qo'qonimizda. Anjirlar 240 dollardan parasi. Parasi bilan ishlaganmi, ishlamaganmi, tayyormi? Bunisi yangi par, bunisi ishlagan tayyor. Demak, bunimiz ishlagan, ha? Ha, bu ishlagan, bu yangi par. Ha? Yoshlari qanchada? Qanaqa? 3,5 yillik. Bular 4 yillik. Bular 4 yillik. Bunimiz ruchnoy shekli. Bu Aleksandr ruchnoy moda. Moda. Qo'lingizga chiqaveradimi olsangiz? Qo'lda ham yuraveradi, tashqarida ham bemalol yuraveradi. Xo'p, bular narxlari qancha ekan? Buni 400 dollar qilib beramiz. 400 dollar. Ozmas xayrga o'tib berasiz obunachilarimizga. Ha, ozroq o'tib beriladi. Bo'ldi, mana kirket kelyapti. Bo'ldi. Yana bitta qanaqa qushlarimiz bu? Pevchi atlasnoylar 950 ming so'm. Oddiylari 650 ming so'm. Bularimiz-chi? Hop, Rubini 120 dollar, oranjiviga Rubin par bor 140 dollar. Aha. Razelloyimiz 190 dollar. 190 dollar. Bularimiz holatlari tiniq holatda ekan. Bularimiz-chi? Hop, Perexrol Silver 350 dollar, Denka pasportigacha bor. Ananasimiz 250 dollar. Bu yerda qanaqa qushlarimiz bor? Bu vannisli. Radijni nima bo'ldi? Narmi odammi qaysinisi bu? Hech ko'rinmayapti. Narmi? Narmodalar. Bular maladoy. Maladoy. Narmodalar. Zakasga yig'ilyapti bular. Aha. Bular narlar. Banda modalari. Ulardan pari alohida ham sotilaveradi. Sotilaveradi. Narlari o'zi qanchada, modalari o'zi qanchada? Modalarda holatiga qarab 150 ming, 180 minggacha qilib beryapmiz. Narlarda 100 ming, 120 minggacha qilib beryapmiz. Aha. Babichka nulovka para shekli. Chobati para. Ha. 450 ming so'm para. 450 ming so'm. Mana qara Amadinkalarimiz-chi? Amadinka oddiysini 110 ming so'm sotilyapti. Yapon chobati paramiz 300 ming so'm. Gilatkilari 250 ming so'm. Guldanchi? Gullar 950 ming so'm. Modada tulovi bor, nari tayyor. Bo'ldi, bularimiz-chi? Bular yaponiski gilatkilari 250 ming so'mdan para. Parasi. Aha. Bularimiz bu qanaqa qushimiz? Oranjivi penantimizni 500 dollar qilib beramiz. Tayyor para. Bo'ldi. Bittasi. Bular Pevchi nar bor 350 ming so'm. Senegal moda bor, tayyor moda. Buni 100 dollar qilib beramiz. Razello Piostri nardi 500 ming so'm qilib beramiz. Karello pari 400 ming so'm. 400. Ishlaganmi, ishlamaganmi? Yo'q, yangi par. Yangi para, nulovka. Bularimiz Vanisiyalar ham 250 ming so'mdan. 250 ming so'm. Demak, sizlarda 300 ming emas ekan, Ha, Pevchilarimiz 700 ming so'mdan 100 dollargacha bor, holatiga qarab. Bularimiz-chi? Bular Rubini 100 dollar, unisi 150 dollar. Bo'ldi. Bu aytganlaringizda hammasidan ozmoz o'tib berasiz. Qayerga o'tib beramiz? Aka telefon qilishyapsiz. Telefon qilaverasiz. Nomeringizni aytib oling. 99li 765 1975 aka. Telefon qilib, barakasini qilaverasizlar. Ozmoz xayrga o'tib berishlar ekan. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingisi bundan-da zo'r bo'ladi. Hammaga rahmat.